Qunduz amakining qissalari filmini namoyish etadi. Amakijon bugun yangi qissa o'qib berasiz, ha? Bittasini aytdingiz. Yana bitta aytib bering. Ha, haligi sichqonlarning nikoh to'yi haqidagisi bor-ku. O'shanisini, ha? Rejissyorlar Pascal Muro, Jean Cubo, Greg Bailly. Olg'a, men orqamdan. Vaqtim yo'q, men o'qiyapman. Meni bo'lsa qo'rchog'im xohlamayapti. Nimaga xohlamas ekan? Xohlaydi, juda xohlaydi. Voy qo'rchog'im, qo'rchog'imni olib qochib ketdi. Qiynab qo'yasan. Obbo, jimsanglarchi. Bermayapti. Qo'lagini yirtvordi. Yaqinroq kelsanglar sizlarga ertaga aytib beraman. Trikati va trikata. Sho'rlik trikatiga qiyin edi. Uning 12 ta o'g'li bo'lib, hammasi sho'x, to'polonchi, shumtaka bo'lib o'sayotgan edi. Ular goh daraxtga tirmashib chiqib ketishar, goh tepalikdan qorinlarda sirpanchiq otib tushishar, goh devordan xatlar yo anhordan kechib o'tishardi. Oyi, ishtonim yetilib qoldi. Mening bitta paypog'im yo'q. Boriyam yetti. O'zingni qo'laging teshik. Trikati bolalarni uxlashga yotqizguncha ham bo'lar ekan. Voy bola tushmagurlari, axir sizlarga ertaga nima kiydiraman? Paypoqlaringning yarmi yo'qolgan. Ishtonu ko'ylaklarni ko'p tikonlarga, daraxtlarga ilinib yirtilgan. Ularni qachon izlab topaman, qachon tikaman? Trikati shiftga qarabdi. U yerda o'rgimchaklar rosa in qurib tashashgan edi. Bu yaramaslarni kasriga uyimni ham yig'ishtira olmayman. O'rgimchaklar ja ko'payib ketishdi. Men yamon yamash bilan, ular in qurish bilan ovora. Shoshmanglar. Hali hammalaringni supurgi bilan gumdon qilaman. Berdiyapman. Voy Trikati oyi, siz yaxshisi bizdan yordam so'rang. Bizga o'xshagan mohir to'quvchilar uchun bu ish hech gap emas. Biz sizga bir jajji qizni yordamga beramiz. O'zimiz unga mador bo'lib turamiz. Uning oti Trikata. Trikati tush ko'ryapman deb o'ylabdi. Shu payt uning ko'ziga qo'liga tegmay paypoq to'qiyotgan jajji qizaloq ko'rinibdi. U havas qiladigan darajada o'ta mohirlik bilan ishlardi.